Abdusattor Hotamov ezguliklarga to'la umr daftari. Daraxt bir yerda ko'karadi degan naql jurnalistlikning mashaqqatli yo'llarini mustahkam iroda, sabr-toqat, nina bilan quduq qazishdek og'ir va ayni chog'da zavqli, savobli ijodi bilan bosib o'tgan. Shuhrat medali, birinchi darajali mehnat faxriysi ko'krak nishoni sohibi, O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi mukofoti sovrindori, O'zbekiston Yozuvchilar va jurnalistlar uyushmalari a'zosi Abdusattor Hotamovga nisbatan aytilgandek go'yo 1968-yil istiqbol. O'sha paytda Leninchi gazetasi sahifalarida yangi bir nom paydo bo'ldi. U Abdusattor Hotamov edi. O'sha kundan boshlab to 2012-yilgacha gazetaning har bir soni bu ism familiyasiz chiqmadi. Abdusattor aka oddiy muxbirlikdan gazetaning bosh muharrirligigacha bo'lgan sharafli yo'lni bosib o'tdi. Jurnalistlikning nonini yeyish oson emas. Buning uchun kunduzlari rohatdan, tunlari halovatdan kechish kerak bo'ladi. Chunki gazetxonning ko'ngliga yoqadigan birorta maqola yozish uchun faktlar xayolda charxlanadi, pishitiladi, chinakamiga ter to'kiladi. Tayyor bo'lgan maqolalarni maketlashtirib, bosmaxonada sahifalattirib, xatolarni to'g'rilash, keyin gazetxonlarga yetkazish ham bir paytlar texnologiyalar rivojlanmagan, toshbosma usuli qo'llanilgan paytda mashaqqat edi. Abdusattor aka mehnat faoliyatining qariyb 35 yili ana shunday davrlarga to'g'ri keldi. Lekin bosh muharrir bu qiyinchiliklardan cho'chimadi. Odamlarga tuman yangiliklari, islohotlar, odamlar haqida hikoyalar, qo'yingchi turli mavzulardagi qiziqarli va jonli maqolalar ulashishdan charchamadi. Gazeta Abdusattor aka uchun ijod maktabi bo'ldi desak, yanglishmagan bo'lamiz. U gazetachilik bilan badiiy ijodni yonma-yon olib bordi. Ona yurt, tabiatga mehr, odamlarga yaxshilik, ezgulikni munosib ko'rish, insonni tushunish va boshqa oliyjanob fazilatlar Abdusattor Hotamovning turli yillarda yozilgan asarlarning bosh mavzusiga aylandi. Uning turli yillarda chop etilgan ezgulikning tug'ilishi, sovg'a, tomoshabinsiz dunyo, kuyov salom, erkin qush, sehrli ko'zoynak, erka qizning qismati, yaxshilik daraxti, vaqt yog'dusi kabi qissa va hikoyalardan iborat qator kitoblari kitobxonlar tomonidan iliq kutib olinib, katta qiziqish bilan o'qilmoqda. Abdusattor aka pensiyaga chiqqach ham bekor o'tirmadi. Umrining oxirigacha yanada zo'r g'ayrat va ilhom bilan qalam tebratib, odamlarni ezgulikka, yaxshilikka chorlovchi ko'plab hikoyalar yozib, chop ettirdi.